To'g'risi dengiz ustida chang ko'rganmisizlar? Qaranglar. Sizlarga qay darajada hozir telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, realni kelib ko'ringlar. Toshkentning havosi yomon bo'lib ketdi desam, hamma vahima qilyapti deb o'ylardim. Lekin Toshkent viloyatining eng havosi toza joylarining ahvolini qaranglar. Xuddiki atrofga ximический qanaqadir bomba tushganga o'xshaydi. Eng xavflisi, eng qo'rqinchlisi, hech zamonda dengizning ustida shunaqangi changni ko'rganmisizlar? Hozir men sizlarga ko'rsataman. Toshkent viloyati, Toshkent dengizi. Changni qaranglar. Hech zamonda filtrlanadigan dengiz ustida chang turganini ko'rganmisizlar? Oxiri ko'rinmaydi. Men misol uchun birinchi marta ko'rishim. Changni qaranglar. Imini shu masala bilan shug'ullanadigan, tepada turadigan shu yuqori tashkilotdagi rahbarlar ahvol haqiqatan ham jiddiy. Dengiz ustida chang turganini men to'g'risi birinchi marta ko'rishim. Iltimos sizlardan bu masala bilan jiddiy shug'ullanmasanglar bo'lmaydi. Men to'g'risi bunaqangi ahvolni ko'rib, xuddiki bu masala bilan shug'ullanadigan rahbarlar kelajakda O'zbekistonda yashash niyati yo'q degan tushuncha kelib qoldi. To'g'risi dengiz ustida chang ko'rganmisizlar? Qaranglar. Sizlarga qay darajada hozir telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, realni kelib ko'ringlar. Ahvolni qaranglar. Astagfirulloh. Chang haddan tashqari chang. Ko'rinmaydi oxiri. Men bu yoq tomonni qaranglar. Xuddiki qanaqadir bir ximический bomba tashalganga o'xshaydi. Ahvol haqiqatan ham jiddiy, shug'ullanmasak bo'lmaydi. Har xil mavsumiy yo shunga o'xshash mashinalardan chiqyapti yoki shunga o'xshash bahonalar o'zimizni aldash bo'lib qoladi. Shug'ullanish kerak.